Mana hurmatli birodarlar, bu hozir biz qayda turibmiz? Iskara degan dam olish maskanini Archazorida turibmiz birodarlar. Mana hozir mana shu sanatoriyani ichki ko'rinish jarayonini tasvirga olyapmiz. Mana odamlar mazza qilib stollarda o'tirib damlarni olishyapti. Mana konsert bo'ladi. hozir o'sha konsertga san'atkorlarimiz tayyorgarlik ko'rishyapti. Mana bu Iskarani binosi mana. Yangi binosi. Mana bog' ko'rinishlari mana. Mana shu ro'parasida xo'sh 10 gektar O'rikzor bog'i, Archazor. Shunaqangi joylari bor birodarlar. Mana kelib maza qilib dam olsalar ham bo'ladi. Nihoyatda havolari toza. Mana ikkita mana birodarlarimiz bizni sheriklar mana oldinda ketishyapti. Bunisi Qosimjon akam bo'lishadi. Mana bular Sharobiddin akam bo'lishadi. Meni bojam, Qadrdon bojam. Mana bu menisi Qadrdon akam. Ota boshqa yana bo'lak. Haqiqatdan ham shunaqa. Mana bu yo'l sanatoriyaga kirib kelish yo'li mana ko'rib olinglar. Mana bu tomoni ham archa, mana archazorlar, ichkarilarda oshxona, choyxona, poshqa, mana yo'laklar hammasi dam olish maskanlari. Shunday joylar, hurmatli birodarlar.